Hi everyone, welcome back, and today we'll learn lesson 44. Sağdaş yaxshimizlar. Amsa 43 davom bo'lgan 44 ga davomlashtirib ketaylik. Aniqda bu darsimiz asosli nima desam, oldin qadim o'rgangan shu is there any bilan are there any mushki jumla shakli bor, intayin muhim shakl o'rgangan hamda tekstga hamda mushni bugungi bir 44 dars bir mashq qilsak. Xo'sh, amsa ma ekrandagi shu jumlaniki nima shaklni savol shaklida aylantirib beraman bola. Okay. Endi bu jumlamda savol jumlaga aylansa qanday bo'ldi desanglar, shuningdek bo'lishliq jumladagi some qanday qildi, any o'zgaradi, undan BPL ni oldiga chiqib qo'ysak ham bu jumla qanday bo'ldi desanglar, shu savol jumlaga aylandi. Demak, there is some water in the kettle, chaynakda suv bormi? Desak nima? Is there any water in this kettle? Endi bu chaynakda suv bormi? Is there any water in this kettle? Okay. And there are some books in my bag. Meaning ki somkamda bir necha tal nima kitob bor. Endi bu ko'plik his ko'rsanglar, bu o'xshashlarni BPL ni olib o'tganmiz, samqana aniq olmasdan bo'ldi. Are there any books in my bag? Somkam bir necha kitob bormi? And my kingsjo, there is some coffee in the cup. Endi demakchi stakanda azroq qahva bor. Endi stakanda azroq qahva bormi bo'lsa, is there any coffee in the cup? Is there any coffee in the cup? Okay, and stakanda azroq nima bormi? Qahva bormi? Xo'sh, and some written exercise qaramiz savollar. Endi buningda qarab baqilgan bo'lsak, I can see some cups. Men bir necha stakanlarni ko'ra oldim, but I can't see any glass deb berib tushunami? Endi bu yerga sanog'ini bo'lgan ismlar bo'lib qolib qolsa, buni cho'qim demisdan ko'plik shaklida. Shunga I can't see any glasses. Lekin mana aynak stakanlarni qanday qilaman, ko'rolmadim. I can see some spoons. Hamda men bir necha qo'shiqlarni ko'ra oldim, but I can't see any box. Box degan eshik bolalar. Lekin eshiklarni ko'rolmadim. Endi bu nima cho'qim ko'plik boxes. Sanog'ini bo'lganlarga bo'lib qolsa, mishara some any kesima cho'qim ko'pligini yozamiz. Okay, can you see some cars? His name is can you see some cars? Machine pick-uplarni ko'ra olamizmi? Bus deb tushunami? Desa I can see some cars, but I can't see some nima buses. Men bir necha mashinalarni ko'ra oldim, lekin avtobuslarni qanday qilamadim, ko'rolmadim. Can you see some cupboards? Okay, anda ichini qochiq shkaflarni ko'ra oldingizmi desa? Yes, I can see some cupboards, but I can't see any shelves. Okay, anda shelf deganimiz jazita shunami, yoki taqcha. Endi buning ko'plik shakli shelves. Oxiri f yoki f bilan oxirlashgan bo'lsa, buningga s qatganda f yoki f ni v ga o'zgartib, nima qatimiz? es qatimiz. I can see some cupboards, but I can't see any shelves. But I can't see any shelves. So I can see some folks. Endi men bir necha tal vilkalarni ko'ra oldim. Biroq endi nima? Taksini ko'rolmadim. Bu yerda taksi deganni yana o'xshashdan sanog'ini bo'lamda, bo'ladi. O'xshashdan nima desanlar, but I can't see any dishes. Lekin men nimani ko'rolmadim? Stakanlarni qanday qilamadim? Ko'rolmadim. But I can see any dishes. Xo'sh, hamsa o mashq qarsanglar, kitoblardan bor. Masalan, bread on the table. Endi bu shuni to'g'ri tushunsanlar bo'ldi. Is there any bread here? Bu yer azroq bo'lki bormi? Desa, yes there is. There is some on the table. Okay, there is some on the table. Demak, sanog'ini bo'lmaydiganlarning oldiga some ni qo'yamiz. Sanog'ini bo'lganlarning oldiga one ni qo'yamiz. Masalan, is there any milk here? Endi bu yerda sut bormi? Name is? Yes, there is. There is some in front of the door. Demak, o'rni bor in front of the door. Oniki narsani bor milk deb tushunami? Is there any milk here? Yes, there is. There is some in front of the door. Nima? Eshikning oldida. Water in those glasses. Endi stakanlar tushunami? Endi bu yerda suv bormi desa, bor. Stakanlar azroq bor, tushunami? Demakchi, is there any water here? Endi azroq suv bormi? Yes, there is. Bor.
There is some in those classes. Av stakanlarda qanda azroq bor. There is some in those classes. And yana cats in the park. And the cats deganimiz nima? Mushuklar. Anara in the park. Bog'chada. Demakchi, are there any cats here? We had azroq mushuklar bormi? Desa, nima? Yes, there are some cats in the park. Ba, mushu bog'chada bir nechasi bor. Demak, there are some cats in the park. In the bog'chada qanda bir necha mushuklar bor. What about pens on the desk? Mushu partning ustida qalamlar bor. Endi bu yerda qalamlar bormi? Nima? Are there any pens here? Yes, there are. There are some in front of the building. Nima desanglar? Mushu nimaninki? Binoni oldida. Yoki nima? There are some on the desk. Hamshara on the desk deganchu. Partning ustida. Demak, men desk degan partda ishxonalar, sinflardagi shu ustalni deymiz, desk deymiz. There are some on the desk. There are some on the desk. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz mana shu bo'lib qopti. Topshiriq so'zliklarni 20 qatamdan 30 qatamga ko'chiranglar. Undan keyin cho'qim tekstirlamanglar. Sizlarga yanalan deydigan tavsiyalarim, bir kitobni yodlaganinglar, bolalar 10 kitob o'rgangandan a'lo. All right? Bir kitob yodlaganlik 10 kitob o'rgangandan a'lo. All right. See you next time.